Assalomu alaykum, universal oshxonaga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan juda ham chiroyli hamda mazali chiqadigan, og'izda erib ketadigan go'shtli qatlama tayyorlaymiz. Ustilari kumur-kumur, qavat-qavat, ichlari esa yumshoq bo'lib chiqadigan, mazasi og'zingizda qoladigan qatlama bo'ladi. Birinchi idishimizga teng miqdorda sut va suv solib olamiz. 1,5 choy qoshig'ida tuz, 850-900 gram atrofida un ketadi. 1 choy qoshiqda razrxitel. Yaxshilab aralashtirib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni qattiq tayyorlab qo'ymanglar. Xamiringiz yumshoq bo'lsa, qatlamangiz shunchalik yumshoq, mazali chiqadi. Xamirga yaxshilab ushlab berib, ustini yopib, 10-15 minutga tindirgani qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tingandan keyin olib, xamirni 4 ta qismga bo'lib olamiz. 4 ta zuvala yasaymiz. Zuvala qilganimizda dumaloq chiroyli qilib zuvala qilsak, xamirimiz tekis yoyiladi. Xamirimiz ustini yopib 5 minut tindirib qo'yamiz. Bu orada qiyma tayyorlaymiz. Mayda to'g'ralgan piyoz 3 ta 4 ta, go'sht to'g'ralgan yoki qiyma 350-400 gram, tuz, zira hamda qora murch solamiz. Hammasi tabiiyligiga qarab, xohishingizga ko'ra solinadi. Qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Go'sht bilan piyoz bir xil bo'lgunicha. Mana qiymamiz tayyor. Endi xamir yoyishni boshlaymiz. Kichkina zuvalachamizni olib, boshida unlab, keyin unini sepmasdan yoyib olamiz. Xamirni o'rtacha yuqalikda yoyamiz. Juda ham yuqa emas, juda ham qalin emas. Xamir o'zi yumshoq bo'lgani uchun tez yoyiladi. Albatta ko'proq chetlarini yoyishga harakat qilinglar. Yoyilgan xamirimizni ichiga ozgina un sepib, chekkaga olib turamiz. Bu birinchi zuvalamiz. Qavatlarga ozgina un sepsanglar yopishib qolmaydi. Keyingi zuvalachamizni ham yoyib olamiz. Ikkalasini ham bir xil katta kichiklikda yoyiladi. Yoyilgan xamirimizga erigan yog' va oddiy o'simlik yog' qo'shib surdim. Ustiga tayyor qiymamizni sepib olamiz. Ustidan yoyib taxlab qo'ygan xamirni olib tashlaymiz. Atroflarini tekislab, buni ustidan ham eritilgan sariyog'ni solamiz. Yaxshilab qo'limiz bilan hamma yog'iga bir tekis qilib yetkazishimiz kerak. Yana ustiga go'sht bilan piyozni qo'yib, xuddi shunaqa qilib o'rab olamiz. Chetlarini yoyib qalin bo'lib qolmasin. Somsani o'ragandek xuddi shunaqa qilib o'rab, ustiga salofan paket kiydirib, xolodilnikka 20 minutga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Qolgan ikkita xamirimizni ham xuddi shunaqa qilib yoyib, ichiga qiyma solib o'rab olamiz. Qiymanglarni 4 qismga bo'lib olsanglar, hamma qatlamaga bir tekisda qiyma yetadi. Bunisini ham xuddi shunaqa qilib o'raymiz hamda salofanga solib olib qo'yamiz xolodilnikka. Endi birinchi olgan zuvalamiz ozginagina un sepib yoyishni boshlaymiz. Avval ozgina un sepib qo'limizda, keyin juva yordamida sekin-sekin yirtib yormasdan yoyish kerak. O'zi xamir juda ham mayin chiqadi. Yoyib olganimizdan keyin listimizga loyiq qilib, bitta tuxum sarig'ini solib, ustiga surib olamiz. Ustini yana ham chiroyli chiqish uchun ozgina vilkada chiziq berib chiqamiz. Pishganda bu yana ham chiroyli bo'lishi uchun. Qizib turgan duxovkada 200-220 gradusda 35-40 minut pishirib olamiz. Mana juda ham chiroyli bo'lib, qip-qizil bo'lib pishib chiqadi. Bu ikkinchi listimiz ham tayyor. Mana ko'rganinglardek, issig'ida yeyilsa juda ham mazali, og'izda eriydigan
go'shtli qatlama bo'ladi. Go'shtlarni, piyozlarni xohishinglarga qarab kam, ko'p qilishinglar mumkin. Albatta bu sharoitinglarga qarab pishirasizlar. Shuncha masalliqdan ikkita katta go'shtli qatlama chiqadi. Juda ham mazali, og'izda eriydi, ichlari yumshoq. Mana ko'rib turganingizdek, ustilari kumur-kumur. Choylarga, ertalabki nonushtaga juda ham mazali. Mana ichlari yoqimli ishtaha, hammanglarga tayyorlab ko'ringlar albatta. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.